Surxondaryo viloyatidagi 724 ta mahalla orasida Sho'rchi tumanining To'la mahallasi fuqarolari respublikamizda birinchilardan bo'lib, joriy yil uchun hisoblangan mol-mulk va yer solig'ini to'liq to'lab bo'ldilar. Ushbu mahalla aholisi haqiqiy fuqarolik pozitsiyasi va yuksak mas'uliyat namunasini ko'rsata oldi. Mahalla ahli birlashib, katta tashabbus ko'rsatdi va ushbu hududdagi har bir fuqaro mol-mulk hamda yer soliqlarini o'z vaqtida to'ladi. Eng muhim jihati 2025-yil uchun ushbu mahallada soliq to'lamagan birorta ham xonadon qolmadi. Hozirgi kunda mana To'la mahallamiz soliqlarni 2025-yilda bir so'msiz, qarzsiz bajargan bo'lsak, respublikada birinchilardan bo'lib, men o'zim ham mahallamizning butun ahli ham tushunib yetdi. Chunki bu soliq o'zimizga davlat tomonidan qaytarib beriladigan ekan. 2024-yilda mana shu 200 ta xonadonga yetadigan shirin ichimlik suv tortib keldik. Mana shu soliqning hisobidan, soliqning 10% hisobidan ko'chalarimizni asfalt qilib, elektr chiroqlarini yoqtirib beryapti davlat. Mana shu solig'imizning hisobidan bo'lyapti. Soliq to'lovlarining mana shu amalga oshirilayotgan ishlarimizning javoblarini mahallamizda amalga oshirilayotgan ishlarning hisobida ko'ryapmiz biz bugun. Chunki mahallamizda farovonlik ishlari davom etyapti. Aytish joizki, joriy yilda mahalla aholisi uchun hisoblangan 676,2 million so'm soliq to'lovlari va o'tgan yilgi 67 million so'mlik soliq qarzdorliklari to'liq undirilib, reja 109,9% ga ortig'i bilan bajarildi. Mazkur natija shunchaki raqam emas, balki mahalladagi hamjihatlik, ishonch va yurt ravnaqiga bo'lgan muhabbatning yorqin ifodasidir. Menga Sho'rchi tumanidagi Oqkamar, To'la va Baxshtepa mahallalari biriktirilgan. To'la mahallasini joriy yil uchun hisoblangan va o'tganda boqimanda bo'lib o'tgan jami soliq qarzdorligini to'liq batamom undirib bo'ldik. O'sha mahalla fuqarolariga, mahalla yetkiligi, mahalla oqsoqollari, ko'cha boshlig'i bilan hamkorlikda tushuncha berish orqali ushbu natijalarga erishdik. Birinchi o'rinda to'liq soliq qarzdorligi so'ndirilgan mahalla sifatida e'tirof etilyapmiz. Soliq tizimida soliqchilar uchun mahallaviy soliq tizimi dasturi bizga joriy etilgan. Ushbu tizimga asosan kipay ko'rsatkichlarimni a'lo darajada yakunlaganligim munosabati bilan qo'mita raisining mukofot pullarini olyapman va bundan juda ham xursandman. Albatta, bunday muvaffaqiyatlarga erishish xodimdan katta mehnat va tajriba talab etadi. Mahallaga biriktirilgan soliq inspektori mahalla yetkiligi bilan hamjihatlikda har bir ko'cha va xonadonda bo'lib, aholiga soliq to'lovlarining ahamiyati va ularning qayerga sarflanishi haqida batafsil tushuntirib bordi. Bizning mahallamizda 3163 ta fuqaro yashaydi, 610 ta xonadon, 953 ta oila mavjud. Mahallamda bironta xonadon qolmadi, soliqlarini to'lamagan. Hamma xonadon to'ladi. Biz bunga erishish uchun mahalla yetkiligi bilan, soliq inspektori bilan har bir xonadonga individual suhbat o'tkazib, bu hammasi davlatimizning budjetidan bo'lyapti. Biz mana yer, mol, mulk solig'ini o'z vaqtida to'lasak, ish haqlarimiz, pensiyalarimiz o'z vaqtida olishini biz xalqqa tushuntirdik. Mahallamiz xalqining soliq to'lash madaniyati oshganligidan biz xursandmiz. Ma'lumot uchun aytish kerakki, fuqarolardan yig'ilgan soliqlarning 10% mahalla budjetiga yo'naltirilishi va bu mablag' aholiga munosib turmush sharoiti yaratishga sarflanishidan aholi mamnun. Quvonarlisi, soliq madaniyati yuksak bo'lgan bu mahalla ahli men ham mamlakat va mahallam ravnaqi uchun mas'ulman degan vatanparvarlik tuyg'usini amalda namoyon eta oldi. Aziza Islomova, Ilyos Rahmatov, Tafsilot informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.